Құрметті әріптестер, қадірлі қонақтар және шетелден келген әріптестеріміз. Баршаңызды ветеринария мал шаруашылығы саласында қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінің тұрақты дамуына арналған халықаралық ғылыми практикалық конференцияның ашылуына шын жүректен құттықтаймын. Бұл конференция тек ғылыми пікір алмасу алаңы ғана емес, сонымен қатар тәжірибе мен білімнің тоғысқан жаңа идеологиялар туындайтын маңызды ортасы. Бүгінгі басқосуымыз мамандардың кәсіби деңгейін арттыру, ғылым мен тәжірибені ұштастыру, ауыл шаруашылығының болашағын айқындау бағытында үлкен маңызға ие. Қазіргі таңда аграрлық салада болып жатқан өзгерістер, жаңа технологиялар мен биотехнологиялық жетістіктер ветеринария мамандарының үздіксіз дамуының алдына қарай жол бастайды. Сондықтан осындай халықаралық деңгейдегі басқосулар тәжірибе алмасуға, бірлескен жобаларды дамытуға және саладағы өзекті мәселелерді тиімді шешуге зор мүмкіндік береді. Бүгінгі конференцияда еліміздің және шет елдің жетекші жоғарғы оқу орындарының ғалымдары, тәжірибелі мамандар, жас оқытушылар қатысып отыр. Бұл ғылым мен тәжірибенің сабақтастығын қамтамасыз ететін жаңа буын мамандарына қолдаудың тамаша үлгісі деп есептеймін. Құрметті қатысушылар, конференция жұмыс барысында ұсынылатын баяндамалар мен пікірлер ветеринария мен мал шаруашылығы саласында шаруашылығының тұрақты дамуына, кадрлар даярлау сапасын арттыруға нақты үлес қосады деп сенемін. Бүгінгі конференцияға қатысып отырған баршаңызға, біздерді шақырған Нұриддин Балиевичке мықты денсаулық, шығармашылық табыс, ғылыми ізденісте сәттілік және конференцияның жемісті өтуін тілеймін. Жұмыстарыңыз сәтті болсын, жаңа ғылыми идеялар мен серіктестіктерге жол ашсын. Бұл менің ғана емес, бүткіл Қазақстан аграрлық зерттеу университетінің атынан сөйлеп отырмын. Сөйерде бізді жіберген ректорымыз Ақылбек Күрішбаевтың атынан сөйлеп отырмын. Бұл ғылыми конференция өз жолын тауып, ары қарайда жас мамандарды, ғылыми ветеринарлардың тек қана практикада емес, ғылыммен де ұштастырып, мықты ветеринария саласының дамуына үлкен үлес қосады деп сенімдемін. Рахмет. Ulkan rahmet Almas ağa, ajoyib tilaklarınız üçün. Endi azizlar, sizlarning ruxsatlaringiz bilan plenar yig'ilishga o'tamiz. Next presentation, Professor of University Prat, Turkish Republic and Kyrgyz Turkmanas University, Ali Rishvanli. Please, Ali Rishvanli. Selamünaleyküm. Müdür Nurdin Baliyevich Agay. Bugünkü I will translate your presentation. Please start your speech. Okay, thank you. My presentation related to transmissible venereal tumor of the stray dogs. Bugünkü taqdimotim Paranxiya spp o'simligi ekstraktining venerik o'smalarga chalingan urg'ochi itlarni davolashda samaradorligi mavzusida bo'ladi. You know, canine transmissible venereal tumor related to mating and contact transmitted to tumoral cells. Biz bilamizki, itlarda venerik tanosil o'smalari jinsiy yo'l bilan yoki to'g'ridan-to'g'ri o'sha aloqa orqali o'sha jinsiy yo'llarga yuqishi mumkin bo'ladi urg'ochiliklarda. We use generally vincristine sulfate therapy of canine transmissible venereal tumor. Bu holat ko'p holatlarda daydi itlar orasida ushbu patologiya ko'proq uchraganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu patologiyani davolashda standart usul sifatida vinkristin sulfat
o'sha preparatidan foydalanish tavsiya etilgan, lekin bu biroz toksik ta'sir ko'rsatadi. In this study, we aim at we develop alternative therapies due to the vincristine side effects. Ushbu tadqiqotni asoslaydigan bo'lsak, vinkristin preparatining nojo'ya ta'sirlari sababli muqobil davolash vositalarida ehtiyoj mavjud. Bundan tashqari, Paranichia kurdica is very important alternative therapies, antiviral, antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammation. Paronixiya kurdica o'simligi antimikrob, antivirus va o'sha antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lganligi sababli o'sha alternativ davolashda vinkristin sulfatni o'rniga ishlatish mumkin deb aytadilar. Our hypothesis related to Paranichia extract may be effective in the canine transmissible venereal tumor treatment. Bizni o'sha gipotezamizga ko'ra, endi tadqiqotni olib borishimizdan maqsadimiz mana shu paronixiya ekstraktini tayyorlab, uni yuqoridagi o'sha tanosil o'smalariga, urug'chilik jinsiy organlarda uchraydigan o'smalarga qarshi o'sha davolashda vinkristin sulfati o'rniga alternativ davolash usulini ishlab chiqish maqsad qilganmiz. We evaluated the Paranichia kurdica extract efficacy in the canine transmissible venereal tumor and compare clinical and hematological response with vincristine. Ushbu tadqiqotdan asosiy maqsad shundan iboratki, urg'ochi itlarda jinsiy organlarda uchraydigan tanosil o'smalarini davolashda vinkristin sulfati o'rniga Paronichia kurdica ekstraktini samaradorligini baholash. We used 10 stray dogs as a material. First group injection vincristin every week 3 times, and second group Paranichia extracts injection every week 3 times. Okay. Tadqiqotlar mobaynida biz yuqorida aytilgan patologiya bilan kasallangan 10 nafar daydi itlarni ajratib olganmiz va har birini 5 tadan qilib 2 ta guruhga bo'lib olganmiz. Birinchi guruhga, ya'ni birinchi guruhda 5 ta it bo'lib, unga 0,25 kilogramm tirik vaznga bir marta har 3 haftada 3 hafta mobaynida vinkristin sulfat preparati kiritilgan, ya'ni inyeksiya qilingan. Second group applied Paranichia extract every week 3 times. Ikkinchi 5 talik guruhimizda esa Paronichia ekstraktidan 10 ml miqdorda haftasiga bir marta 3 hafta davomida berilgan. And we followed the smear, hemogram, and tumor measurement after the application. Xo'p, undan tashqari o'sha diagnostika maqsadida surtma, gemogramma, undan tashqari o'sma o'lchamlari olingan, statistik tahlillar mobaynida T-testi va Fisher aniqlik usullaridan foydalanilgan. And our clinical findings, approximately 18% both of the groups recovery, but vincristin therapy approximately 6 day, Paranichia extract approximately 10 days therapies. Tadqiqotning natijalariga va o'sha klinik holatlarga aytadigan bo'lsak agar, bizda sog'ayish darajasi ikkita guruhda ham, ya'ni birinchi, ikkinchi guruhda ham 80% ga borgan. Undan tashqari o'sha ikkalasida ham o'sha tiklanish davri birinchi guruhda, ya'ni vinkristin sulfat kiritilgan guruhda o'sha 5-18 dan 19 kungacha davom etgan bo'lsa, Paronichiyada esa 10 kundan 16 kungacha davom etgan. You see Paranichia extra slower healing likely due to the route of administration. Siz mana ko'rib turibsizki, vinkristin sulfat bilan davolangan itlar biroz tezroq sog'aygan, ya'ni Paronichiyaga nisbatan. Paronichiyada biroz davolanish muddati cho'zilgan. Both of the groups, two groups, no significant hematological differences and side effect.
ikkala guruhlar orasida ham o'sha qonda gematologik farq kuzatilmadi. Mhm. And we know Vincristine gold standard therapy is transmissible venereal tumors, but this drug contain a lot of side effects. Paranecia kurdica, maybe next time therapy for the transmissible venereal tumor. Vinkristin sulfat bilan davolash bu o'sha veterinariyadagi oltin standart hisoblansa-da, lekin uni nojo'ya ta'sirlari mavjud. Paranxiya kurdika o'simligi bilan davolash esa o'sha o'xshash samaradorlikka ega, ammo ta'siri biroz sekinroq bo'ladi. Natijalarda yuqorida ta'kidlangan patologiya bilan kasallangan itlarda virusli yoki immunologik kelib chiqishni tasdiqlaydi. Bundan tashqari bu topilmalar paranxiya o'simligi papillomatozidagi avvalgi tadqiqotlar bilan mos keladi. Ya'ni o'sha alternativ usul sifatida qabul qilish mumkin. And Paranecia kurdica extract show efficacy similar to vincristine, but these extracts no contain another hematologic toxicity, but only therapy time some long, other the vincristine sulfat. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, paranxiya kurdik ekstrakti vinkristin sulfat kabi samaradorlik ko'rsatdi va bunda hech qanday sezilarli gematologik toksik holat kuzatilmadi. Urg'ochi itlarda tanosil o'smalarini davolash uchun tabiiy va istiqbolli muqobil vosita sifatida o'sha Paranecia kurdica o'simligini ekstraktini tanlashimiz mumkin. Our studies supported our country's scientific research center, and thank you for attention, and thank you Nurdin Baliyevich. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu konferensiyaga taklif etganlaringiz uchun Nurdin Baliyevichga rahmat aytamiz. Konferensiyaning keyingi ishiga muvaffaqiyat tilaymiz. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Ali og'a. Çok teşekkürler. Rahmat Nurdin Baliyevich agay. Çok teşekkürler. Navbatdagi ma'ruza Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universiteti ichki yuqumsiz kasalliklar kafedrasi professori, veterinariya fanlari doktori ustozimiz Bakir Baxtiyor Bakirovichga marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari, ustozlar. Xush kelibsizlar bugungi konferensiyamizga. Добро пожаловать еще раз, уважаемые гости, уважаемые присутствующие. Welcome once again, esteemed guests, respected attendees of today's international conference organized by the initiative of the directors of the Institute for Retraining and Advanced Training of Education Personnel and Specialists in the veterinary system and livestock development of the Republic of Uzbekistan. Тема моего доклада называется «Педагогическая технология. Лекции на тему болезни печени у высокопродуктивных коров». My presentation is titled Teaching Technology for a Lecture in Liver Disease in High Production Cows. План лекции выходит 10 вопросов. Мы даем для слушателей во время чтения лекции вот этих 10 вопросов. Мы проводим лекции по этому плану. Актуальность сегодняшней темы заключается в том, что из болезней завозного скота самое основное значение имеет болезни печени, не то что среди незаразных болезней, а среди болезней завозного скота во всем. По этой линии,
отечественными учеными, нашими и зарубежными учеными достигнуты очень многие хорошие определенные результаты.